Keyingi savol, erimni ikkinchi ayoli borligi menga ta'sir qilmasligi uchun nima qilishsam bo'ladi? Avvalambor diqqatingizni eringizga emas, u ayolga ham emas, o'zingizga qaratasiz. Sizda raqobat ketyapti. Chunki kundosh bu raqobat degani. Qachon raqobat sizda boshlangan? Bolaligingizda agar paydo bo'lgan bo'lsa, sizni kimdirlar bilan solishtirishgan bo'lsa, kimdir bilan raqobatdosh bo'lgan bo'lsangiz, darhol psixolog bilan buni ishlang, to'g'rilang. Chunki raqobat doim raqobatni o'ziga chaqirib oladi. Bu bir. Ikkinchidan, diqqatni o'zingizga qaratganingizda, siz o'zingiz bilan o'zingiz band bo'lishni boshlaysiz. O'zi bilan o'zi band bo'lgan ayol kishi esa o'zidan qoniqishni, o'zini qabul qilishni, o'zini qadrlashni o'rganishni boshlaydi. Bunday ayollar esa erkakka qiziq bo'ladi. Yoningizdagi erkagingiz, turmush o'rtog'ingiz siz o'zingiz bilan qiziq bo'lishni boshlaganingizda, uni qiziqishi sizga ortishni boshlaydi. Chunki erkaklarning tabiatida shunday narsa bor. Ular ovchilar. Ular doim ov qilishni yaxshi ko'radi. Agar siz tayyor o'lja bo'lib qolgan bo'lsangiz, siz o'zingizni qiziqligingizni yo'qotgan bo'lasiz. Shuning uchun u tashqariga chiqib boshqasini ovlashni boshladi. Agar siz qo'liga tushmaydigan osonmas, ya'ni qiyin o'ljaga aylansangiz, erkagingiz boshqasini ovlashga harakat qilmaydi, chunki uni diqqati sizda bo'ladi. Ovchilar shunaqa, o'zi ovla olmagan o'ljasini ketdan ko'proq yugurishni yaxshi ko'radi. Siz o'zingiz bilan o'zingiz band bo'lib qolganingizda, o'zingizni yaxshi ko'rgan ishingizni topganingizda, hobbingizni topganingizda, siz ochilishni boshlaysiz. Energiyangiz ko'payishni boshlaydi, yengillik kirishni boshlaydi, shijoatingiz ko'payishni boshlaydi, o'zingizga bo'lgan ishonch ortadi. Bu paytda siz albatta o'zingizni juftingizga ham qiziq bo'lishni boshlaysiz. Lekin endi o'sha paytda juftingizga siz qiziq bo'lganingizda, u sizga qiziq bo'larmikin degan savol qoladi. Bu albatta o'zingizga bog'liq bo'ladi yog'i. Siz diqqatingizni o'zingizga qaratishda, o'zingiz ustidan ishlashda to'xtamang. Yana bir narsa, sizni hozir qo'lingizda qanday imkoniyat bor o'zingizni qayta qo'lga olishga, qayta oyoqqa turishga, barcha imkoniyatingizdan foydalanishingiz kerak bo'ladi hozir. Agar siz diqqatingizni u ayolga yoki eringizga qaratib o'ylayveradigan bo'lsangiz, salbiy holatlarni boshingizda aylantiradigan bo'lsangiz yoki u ayolni kuzatishda davom etadigan bo'lsangiz, siz hech qachon qayta tiklana olmaysiz. Battar botqoqqa botishni boshlaysiz. Hayotga bir marta kelasiz, bir marta yashaysiz. Siz ham bu hayotda baxtiyor bo'lib yashashga haqlisiz. Demak, boshqalar uchun o'zingizni qiynashingizga arzimaydi.